Toshkentdan Moskvaga, Moskvadan Toshkentga promil reyslarimiz o'z faoliyatini amalga oshirmoqda. Agarda sizga ham xuddi shunday davlat tomonidan qo'yilgan avtobus reyslarimizdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, bizning manzilimiz Toshkent shahar Sabir Rahimov avtovokzaliga kelib, 2-qavatdan yoki 90 kassalardan biletlarni xarid qilishingiz mumkin. Hozir ayni damda biz perrondamiz. Endi esa avtobusimizning qulayliklari, ichki qulayliklari haqida bitta sizlarni tanishtirib chiqaman. Qani keting. Mana avtobusni ko'rishingiz mumkin. Har bitta yo'lakcha qulay bo'lgan, qulay ishlanmagan joy o'rindiqlari, bemalol ketishlari mumkin. Shu yo'lda ishlaydigan konditsionerlarimiz bor. Agarda kimningdir telefon zaryadlari o'lib qolgan taqdirda quvvatlagichlar bor, qo'yib ketsangiz bo'ladi. Joylarimiz ham qulay va shinam. Yo'lovchilarimizning yuklarini qo'yish uchun esa tepada shu joylar mavjud ekan. Boshqa avtobuslarda tepalar ochiq bo'ladi, narsangiz tushib ketishi mumkin. Bu esa qulay, yopib qo'ysangiz bo'ladi, narsangiz bemalol xotirjam turadi. Kuzatishda davom eting. Yangiliklarimiz hali oldindan. Sizga yana qaytarib o'taman, manzilimiz Toshkent shahar Sabir Rahimov avtovokzaliga kelib, 90 kassalardan yoki 2-qavatda ofisimizdan biletlarni xarid qiling. Ekranda qoldirilgan ishonch telefon raqamlariga bog'lanib, sizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin. Xayr, salomat.